hurmatli yig'ilish qatnashchilari, navbatdagi uchrashuvimiz Bino tumani Bo'pon mahallasida biznesga ko'mak, keyin 312 kreditlarimiz bor. Mahalla loyihamiz 60 oy, 2 yil imtiyozlari bor, 25%dan. Biznesga ko'mak 48 oy, 6 yil imtiyozlari bor. 312larimiz 21%dan 100 milliongacha. Aholi daromadini oshirish, o'zini o'zi band qilish, ishsizlarni ishsiz qilish kreditlarimiz bor. Agar birontada savol bo'lsa, marhamat savol berishlaringiz mumkin. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Men Kaloyeva Manzura, Bo'pon mahallasi fuqarosiman. 17 millionlik kredit olib taqmoqchi edim-da. Nima maqsadda? Chorvachilik rivojlantirishda oilaviy tadbirkorlik qilib, nima qilishingizni amaliy yordam berishingizni so'rayman. Hujjatlar berganmisiz? Hujjatlar qilingan. Bugun o'rganib oxiriga yetib yordam qilamiz. Boshqa savollar bo'lmasa, uchrashuvimiz yakunlanadi.